أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى hamd sanolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Qur'onni o'qib o'rganishligimizdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Sizlar bilan oldingi darsimizda arab tilidagi 28 harflarni o'rganib chiqqan edik. Bu safar alif harfi hamda ro harflarini o'rganamiz inshaalloh. Qoidasini o'qib o'tirmayman, inshaalloh qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Alif harfi debdi. Ulli tovushlar 3 tadir. Alif fatha, alif deb belgilanadigan, kasra, i, zamma, u harfi bo'lib belgilanadigan. Bu yerda aytibdi, alif tayoqchasi, chiziqchasi kelib, ustida a harfi kelsa, a deb o'qiladi debdi. Alif. Alif chiziqchasi kelib, ostida i kasra bo'ladigan bo'lsa, i deb o'qiladi debdi. Alif chiziqchasi kelib, ustida zamma, u harfi kelsa, u deb o'qiladi debdi. Ya'ni alif o'qilmaydi ekan. Bularga ustun, ya'ni tiyag vazifasini bajarib turadi ekan. Xo'p, alif a, i, u bo'lib o'qiladi ekan. Bu o'qilishi a, i, u. Xo'p, keyingi harfimiz ro harfi debdi. Ro harfi o'zbek tilidagi ro harfiga o'xshash debdi. Ro harfi ustida fatha keladigan bo'lsa, o qilib o'qilinadi debdi. Hamda kasra harfi qo'shilib o'qiladigan bo'lsa, r ingichkaroq qilib o'qiladi debdi. Zamma yoki fatha o'qiladigan bo'lsa, yo'g'onroq qilib o'qiladi debdi. Ya'ni mana bu misolda. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ro, ri, ru. Mana bu joyda fatha kelgani uchun ro yo'g'on qilib o'qilyapti. Mana bu joyda kasra kelgani uchun ri ingichkaroq qilib o'qilyapti. Mana bu joyda fatha, zamma, ru yo'g'onroq qilib o'qilyapti. Xo'p, mana bu joyda mana bu belgi bu sukun belgisi bo'lib, ar to'xtash belgisi bo'ladi. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Ya'ni bu joyda yo'g'on o'qilinyapti fatha bo'lgani uchun. Mana bu joyda r dan oldin kasra kelgani uchun r harfi ingichkaroq o'qilinyapti. Ir, ur. Xo'p, bu darsimiz tushunarli bo'lsa, keyingi darsimizga o'tamiz. Za harfi. Za harfi o'zbek tilidagi za harfiga o'xshash debdi. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Zar, zir, zur. Azru, izru, uzru, urzu. Yana bu joyda e'tibor beradigan narsa, az sekin to'xtash kerak, qalqalab o'qimash kerak. Iz, uz, zar, zir, zur. Azru, izru, uzru, urzu. Bugungi darsimiz shular inshaalloh. Sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qishlikdagi navbatdagi darsimizni yakunlaymiz inshaalloh. Kanalimizga obuna bo'ling hamda like bosib do'stlaringizga tarqatib, Ramazon oyigacha Qur'onni o'qishni bilmaganlar o'qishni o'rganib olishlikni Alloh taolo nasib etsin.